xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Nima xizmat? O'shan aka shu o'tsangiz sizni sunnat to'yiga yetib keldik. Endi bu yog'ini o'zingiz qizdirib o'tkazib berasiz. Tog'amiz sunnat qilyapmiz. Tushunmadim. Bilaman, g'alati eshitiladi. Endi buvimni farzandi menga jiyan emas, tog'a bo'lar ekanda. Matematika ham to'g'ri kelyapti. Kimni sunnat qilish kerak, shunaqa qilib. Tog'amni sunnat qilish kerak. Bo'ldi. Kech emasmi yo tog'ang chet ellikmi deyman? O'zbeklar, kech bo'ladi. Bo'pti, qilamiz da. Faqat hozir tog'am olib kirganimda qo'rqadilar-da. Kirishlar bilan shu chop tashi. Chopir tashi. Yo'q, men emas tog'amni. Hozir olib kiraman. Bo'pti, olib kir, ichkarida bo'laman. Tezroq bo'l. Jan, qo'rqmayman. Tog'ang qiynamagin. Men qara hozir tog'amni ko'tarib olib kiraman. Sen asbob bilan taylab tursin. Chopar aka. Tog'a jimi do'ma. Qo'yib yuboring. Ana, bo'ldi. Ish bitdi. Ya hali ish bitmadi, mana-yu tog'am. Ha, unda u kim? Hali uylanmagandim, nima qilib qo'ydingiz? Bo'ldi. Bujon, tog'amiz sunnat qilib bo'ldik. Voy baraka top keldilaringmi? Oyi, yaxshim shu jiyanim bor ekan, yonimda turib berdi, barakat topgan. Shu tog'angni duosini ol, kam bo'lmaysan. Sen yaxgigin, senga gapim bor. Nima buvi? Yengili bor, xolali bo'lasan.